Salom, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan qanday qilib mana shu orqada turgan живой, ya'ni jonli oyna qo'shishni o'rganib o'tamiz. Buning uchun bizga bitta programma kerak bo'ladi. Buni bemalol Chrome'dan skачать qilsangiz bo'ladi. Lively Wallpaper deb yozamiz Chrome poygashiga. Bizga shuncha saytlar kelib chiqadi. Xohlagan bir saytingizga kirib skачать qilsangiz bo'ladi. Menda bor, shuning uchun skачать qilmayman. Lively Wallpaper'ga kirib olamiz mana shu programmaga. Keyin mana shu plyusni bosamiz. Mana shu rasm turganini bossangiz, siz xohlagan video, GIF yoki rasmni qo'shsangiz bo'ladi o'zingizni obuyingiz uchun. Menga hozircha bular kerak emas. Men mana shu yerda o'zidan ham tanlab qilsam bo'laveradi. Mana shu yerdagilardan bittasini tanlayman va mana bitta bosganingiz o'zida qo'shiladi. Bu juda ham oson. Bundan tashqari bir ikkita programmalar ham bor. Buni jonli obuyni qo'shish uchun eng qulay va eng osoni mana shu programma. Va o'zidagi obuylar mana mishka bilan sichqoncha bilan bir xil harakat qiladi. Videomiz shulardan iborat edi. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyga yozib qoldiring.